Samarqandda qoldi Bibixon. Yo'llar qarab toldi Bibixon. O'zbek seni o'zbek qilguncha 40 yil otdan tushmadi sulton. Assalomu alaykum o'qirmanlar, omonmisizlar, salomatmisizlar? Siz qachon o'qiysiz loyihasi yana sizlar bilan. Bugun biz sizlar bilan o'tmishga sayohat qilamiz. Bugun sizlar bilan Amir Temur Qo'ragon davriga sayohat qilamiz. Samarqand va Buxoro, Keshu, Hirot, jamiki Xuroson o'lkasi, Movarounahar o'lkasiga biz bilan sayohat qilishga tayyormisiz? Bugungi aziz mehmonlarimiz Qo'qon davlat universiteti, Gumanitar fanlari tillar fakulteti, tarix kafedrasi dotsenti, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Nurdinov Turdali Qambarovich ustozimiz hamda tarix kafedrasi o'qituvchisi Begmat Xurshid Esunaliyevich ustozimiz mehmon bo'lishadi. Assalomu alaykum ustozlar, xush kelibsizlar. Siz qachon o'qiysiz loyihasi sizlarni ko'rib turgandan bag'oyatda xursand. Rahmat. Rahmat. Demak, ushbu yillarda Amir Temur Qo'ragon hazratlarining yubiley yillarini nishonlamoqdamiz va turli xil jarayonlarni ko'rib o'tmoqdamiz. 690 yilligi nishonlandi Amir Temur hazratlarining. Temuriylar tarixi muzeyi rekonstruksiya jarayonini amalga oshirdi, yangi eksponatlarni qabul qildi. Yangi O'zbekiston bog'ida Navruz umumxalq bayramiga bag'ishlangan Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tgan tadbirda Amir Temur saltanatiga oid sahna asari qo'yildi. Amir Temur saltanatining bayrog'i hilpiradi. Hamda Netflix Amir Temur haqidagi filmni suratga oldi. Demak, birinchi savolimiz shundan iboratki, Temuriylar davlat asoschisini munosib tarzda eslay olayapmizmi, qadrlay olayapmizmi? Avvalo shuni aytish kerakki, dunyodagi hech bir xalq bizda xalqimizchalik dunyo tamadduniga o'zining buyuk farzandlarini yetishtirib bermagan. Ana shu buyuk farzandlar ichida sohib Qur'on Amir Temur hazratlari alohida mavqega, alohida o'ringa ega. Chunki g'arb tarixchilari ham bunga alohida e'tibor qaratdilarki, sohib Qur'on bobomiz dunyodagi eng mashhur sarkardalarda mag'lubiyatga uchradi. Bundan tashqari sohib Qur'on bobomiz Mo'g'ullar davrida xarobaga aylangan el yurtni qaddini tikladi. Mustaqil davlatchilik asoslarini barpo etdi. Amir Temur bizga juda katta meros qoldirdi. Biz ana shu merosni bir qismini hozir o'rganyapmiz, bir qismidan bahramand bo'lyapmiz desak xato qilmaymiz. Chunki tarix bu ajdodlar yodi bilan buyukdir. Sababi buyuk sohib Qur'onning bizga qoldirgan juda katta merosi, hayotiy tajribasi, o'gitlari biz uning avlodlari tomonidan qanday bajarilyapti deb har birimiz o'zimizga savol berib, ana shunday buyuk tarixiy shaxsni merosxo'ri, buyuk tarixiy shaxsning avlodi bo'lganligimiz bilan nafaqat faxrlanishimiz, balki unga ozgina bo'lsa-da munosib bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Tog'dan qancha uzoqlashsangiz, uning salobati shunchalik yaqqol ko'ringani kabi sohib Qur'on bobomizning tavalludi, sohib Qur'on bobomizning umri bizdan qancha uzoqlashsa, uning buyukligi, uning dunyo tamadduniga qo'shgan hissasi bizga shunchalik ko'proq ayon bo'lib boradi deb o'ylayman. Rahmat domla, sizning fikrlaringiz? Albatta, O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng yurtboshimizda belgilangan tarzdagi amaldagi siyosatini mana 35 yildirki biz his qilib kelyapmiz. Xususan Amir Temurni aynan fevral oyida 46-sonli prezidentimizning qarori bilan joylarda xalqaro miqyosda Amir Temurni
yubileyini keng tarzda nishonlash bo'yicha alohida topshiriq berishgan. Va shu munosabat bilan bizga bugungi o'sha o'tkazilayotgan ko'rsatuvimizda ham bunga ko'proq e'tibor qaratiladi. Xo'sh, Amir Temurni shaxs sifatida biz qay darajada qadrlayapmiz va buni mustaqillik davrida keng miqyosda o'rganyapmizmi va bu jarayonlarni nimalarda ko'rishimiz mumkin degan masalalar aniq ro'yxat faktlar bilan, dalillar bilan keltirilgan. Masalan, Amir Temurni mustaqillikdan keyingi alohida Temuriylar jamg'armasini tashkil etilishi yoki bo'lmasam Temuriylar muzeyining tashkil etilishi yoki bo'lmasam 660 yillik yubileyini keng miqyosda, xalqaro miqyosda nishonlanishi, Fransiyada Amir Temurga atab oltindan haykal o'rnatilishi yoki mana keyingi bosqichlarda islom sivilizatsiyasiga oid, ya'ni hukumat rahbarimizni 3-Renessans tarzidagi Islom taraqqiyot bankini hamkorligida va hukumatimizni alohida mamlakatimizga ko'proq amalga oshirilayotgan islohotlari misolida islom markazini guvohi bo'lishimiz mumkin. U yerda Temuriylarga oid bo'lgan barcha tarixiy aspektlarni, ya'ni 3D formatda o'sha davr ruhiyatini ko'rish orqali va yoshlarimizni har bir yosh u yerga tashrif buyurib, o'sha davr xususiyatini qay darajada bizning mamlakatimizda yetuk shaxslar chiqqanligi, Amir Temurni boshqaruv siyosatidan tortib toki madaniy hayotigacha bo'lgan jihatlarni aks ettirishi mumkin va har bir yosh bunga o'zida iftixor hissini tuyadi. Bundan tashqari 2017-yilda Temurbeklar maktabini ham tashkil etilishi, ya'ni munosib avlod sifatida Temuriylar maktabini shakllanayotgan har bir kadrlar kelgusida o'sha Amir Temurga munosib avlod sifatida shakllanishiga hissa qo'shadi deb o'ylayman. Rahmat domla fikrlaringiz uchun. Demak, biz Temur tuzuklarini mutolaa qilar ekanmiz. Amir Temur har bir ishda tadbir va kengash o'tkazishni bilib olamiz. Hamda doimo yaratgandan madad so'raydi. Tangri taolodan madad so'raydi. Hamda Tangri taolo Amir Temur hazratlariga madad beradi. Demak, Amir Temurdek buyuk sarkardaning ilmga munosabat qanday edi? Buyuk sohibqiron hazratlari avvalo tarixdan yaxshi ma'lumki, o'z davri uchun eng ilg'or qonun to'plamlarini joriy qildi. Ana shu qonun to'plamlari tarixda Temur tuzuklari nomi bilan mashhurdir. Buyuk bobomiz davlat boshqaruvida 12 toifaga ajratilgan holda fuqarolarni toifalarga ajratdi va ularning har biriga alohida bir e'tibor bilan qaradi. Ana shu Temur tuzuklarini o'qir ekanmiz, sohibqiron bobomiz ilm ahliga alohida e'tibor qaratganligini alohida ta'kidlash lozim. Chunki uning o'zi ham zamonasidagi eng ilmli insonlardan biri bo'lgan. Bunga misol qilib Amir Temur men biron bir ishni qilishdan oldin Qur'onga murojaat qildim deydi. Ya'ni Qur'onni o'zining faoliyati uchun asos deb bildi va shu Qur'onni o'qish orqali, Qur'onda berilgan suralarni o'qish orqali keyingi tadbirlarni belgiladi. Sovet tuzumi davrida va hozir ham ayrim soxta tarixchilar tomonidan Amir Temur savodsiz bo'lgan edi degan bobomizga nisbatan bo'xtonlar uchraydi. Albatta bu bor narsa. Chunki buyuk shaxslar doimo kimlarnidir g'ashini keltirib kelgan, jumladan sohibqiron bobomiz haqida ham ana shunday pulmag'ur fikrlar yangrab turibdi. Mana shu sohibqiron bobomiz birinchi navbatda ilm ahliga e'tibor qaratganligini asosiy sababi o'z atrofiga hali mustaqil davlat tuzmasdan oldin pirlarini yig'di. Ya'ni o'sha davrdagi eng mashhur ilm ahli Said Baraka, Shamsiddin Kulol, Tayabodiy kabi uning buyuk ustozlari bor edi. Shu o'rinda bitta narsani ta'kidlash lozimki, Amir Temur shaxsini agar biz Aleksandr Makedonskiy, Dorob bir yoki bo'lmasam boshqa bir tarixiy
shaxslar bilan solishtirganimizda Amir Temurning buyukligi yanada ko'proq ko'rinadi deb o'ylayman. Masalan, Aleksandr Makedonskiy bu shoh xonadonida tug'ildi. Aleksandr Makedonskiyga zamonasining buyuk olimi Aristotel ustozlik qildi. Sohibqiron bobomiz esa qabila boshlig'ining xonadonida, qishloqda tavallud topdi. U o'zini ustozlarini o'zi izlab topdi. O'zining qobiliyati, o'zining mehnatsevarligi natijasida ilm, ma'rifatga erishdi. Bundan tashqari Aleksandr Makedonskiy dabdabadan noziklashgan Eron Ahmoniylari davlatini mag'lubiyatga uchratgan bo'lsa, Sohibqiron bobomiz o'z zamonasining buyuk sarkardalari To'xtamishxon, Turkiya sultoni Boyazid Yildirim va boshqalarni mag'lubiyatga uchratdiki, mana shu nuqtai nazardan olib qaraganimizda Sohibqiron bobomizning mavqei, uning tarixda tutgan o'rni qanchalik baland ekanligini ko'rishimiz mumkin. Amir Temur o'z faoliyatida ilmga asoslangan siyosat olib borganligi uchun kuch adolatda shioriga amal qildi. Ya'ni adolat Sohibqiron bobomizning faoliyatining asosiy mezoni bo'ldi. Chunki ilmsiz odam adolatga jamiyatni yetaklay olmas edi. Ana shu adolat tamoyillarini o'z davlatida barpo eta olmagan bo'lar edi. Shuning uchun Sohibqiron bobomizni ilmga qaratgan e'tiborni biz albatta bugungi kunimiz bilan bir qiyoslasak foydadan xoli bo'lmaydi. Chunki bizning respublikamizda ham so'nggi yillarda ilm fanga alohida e'tibor berilayotganligini sababi bejiz emas. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan 3-Renessans asoslarini qurishni boshladik. 3-Renessans bu albatta ilm fan asosiga quriladi. Bu yangi O'zbekistonning jahon sahnasida o'ziga munosib o'rin topishiga albatta olib keladi deb umid qilamiz. Albatta ustoz. Demak, Amir Temurning ustozlarga bo'lgan munosabatlari haqida so'zladingiz. Yodimga Erkin Vohidovning satrlari tushdi. Shunday yozadi shoirimiz: Sohibqiron yotar ustoz poyida, jamini pir tutgan Navoiy hazrat. Demak, ustozlarga bo'lgan biz munosabatni, hurmatni Amir Temur Ko'ragondan, Alisher Navoiy hazratlarimizdan o'rganishimiz kerak. To'g'ri. Ustoz, sizning fikrlaringiz? Albatta, Amir Temur milodiy 1336 va 1405-yillarda faoliyat yuritgan. Bu shaxsning mustaqillikdan keyingi jarayonda, xususan ilmiy tadqiqotlarda Bo'ro'boy Ahmedov, Bahriddin Usmonov yoki O'ljayev Shohsuxon kabi yetuk zamonamizni olimlari tomonidan turli xil jihatlari ilmiy tadqiqot ishlari olib borilyapti va ko'plab shogirdlar tayyorlanyapti. Endi Amir Temurning ilm fan sohasida haqiqatan ham ustozlarga e'tibor berilganligini o'zi bu juda katta jihat. Xususan manbalarda Amir Temurning 4 ta ustozi haqida fikr keltiriladi. Ya'ni Shayx Ozari, Shayx Shamsiddin Kulol, Said Baraka va Najmiddin Tusi kabi yetuk zamonasining shayxlaridan tahsil olganligini o'zi Amir Temurning o'sha davrda qanchalik bilimli va yetuk salohiyatli shaxs sifatida ko'rsatib beradi. Aynan Temurning faoliyati davomida ilm fanga e'tiborining birgina misolida mana xabarlaring bor. Temur markazlashgan davlatni 1370-yilda barpo etgandan so'ng asosiy e'tiborni Samarqandga qaratgan. Ya'ni Samarqand o'sha davr uchun juda katta markaz sifatida, ya'ni faoliyati davomida 27 ta davlatni ya'ni o'z tasarrufiga olgan bo'lsa, Temuriylar davlati bu davlatlarni markaz Samarqand sifatida yuritilishini o'zi katta jihatni belgilaydi. Masalan, go'yoki Rim ya'ni G'arbning asosiy markazi sifatida qaraladigan bo'lsa, Sharqning asosiy markazi Amir Temur davrida Samarqand deya qaralgan. Hatto bu haqdagi ma'lumotlarni Xitoy manbalari ham tasdiqlaydi. Endi ilm to'g'risida Temurning har bir jihatda, ya'ni 9 marotaba mashvarat qilib, 1 marotaba qilich kuchi bilan foydalandim deganini o'zi ham, demak, bu aql zakovat egasi sifatida tarixda qolganligini bilishimiz mumkin.
Agar qo'shimcha sifatida yana bir narsani aytib ketmoqchiman. O'sha vafotidan avval Amir Temurning ustozlariga bo'lgan munosabatni birgina misoli, agar men vafot etsam, meni qabrimni ustozimni oyog'i tomoniga qo'yinglar degan gapni o'zi bu kishining qanchalik ilm sohasidagi yuksak bir kamtarona bir fazilatli shaxs sifatida bilishimiz mumkin. Rahmat ustoz. Savolimizni siz bilan davom ettiramiz. Demak, Amir Temurning saltanatni boshqarishdagi asosiy qoidalari bor. Temur tuzuklarini biz o'qiydigan bo'lsak, anchagina qoidalar yozib ketgan sohibqironimiz. O'sha qoidalarning eng oldingilari nimalardan iborat edi? Amir Temur davlatni, saltanatni boshqarishda nimalarga e'tibor bergan? Birinchi o'rinda. Albatta, biz Temur tuzuklari aynan jumlasini, ya'ni Temurning qonunlari deya biz ta'rif qilamiz. Albatta bu o'sha davr uchun o'ziga xos bo'lgan mezon hisoblanadi. Yuqorida ustozimiz fikr bildirib ketishdi. Albatta Qur'onga tayanib ba'zi qonunlarni, ya'ni ahkomlarga to'g'ri va halollikka asoslanganligini o'zi ra'iyatning boshqaruvga bo'lgan munosabatini to'g'riligini ifodalagan. Masalan, Temur har bir jarayonda amaldagi qonun qoidalarga asoslanishidan oldin o'sha sohaning mohir shaxslari bilan maslahatlashgan. Misol tariqasida binokorlik masalasida biror bir binoni barpo etish rejasi bo'ladigan bo'lsa, oldindan o'sha joyga haqiqatan ham shu binoni qurish mumkinmi, yo'qmi? Bu binoni salohiyati necha yilga yetadi? Quruvchilar qanday xomashyodan foydalanishi kerak? Yoki bo'lmasam ushbu quruvchilarning o'zi avvaldan ustoz shogird an'anasidagi quruvchimi yo'qmi? Ya'ni nasl nasabigacha surishtirgan. Ko'ryapsizmi? Demak, Temurni adolat nuqtai nazardan bilish bilan birgalikda balkim o'sha tuzuklarga xos bo'lgan qonun qoidalarini yaratganki, u qoidalarda birinchi navbatda insonlarga zarar keltirmaslik jihati. Ya'ni bu doimiy xalqni o'ylaganligi va xalq uning saltanatning asosiy kuchi ekanligini ifodalab bergan. Misol uchun o'sha Go'ri amirning qurilishidagi sayya harakatlarda ustalarni chaqirishlikda va ustalar bilan maslahat qilganda ustalarga qaysi bir insonlar hayoti mobaynida eng halol bo'lgan bo'lsa, o'sha insonlarni birinchi g'ishini qo'yib berishlikka chaqirgan. Tasavvur qilyapsizmi? Bu narsa bizda Qo'qon hukmdorlarida ham, Qo'qon xonlar hukmdorlarida ham bo'lgan. Lekin asli Qo'qon hukmdorlari bu an'anani qayerdan olgan degan masalani qo'yadigan bo'lsak, Amir Temurning faoliyatidagi o'sha tuzuklardagi berilgan ma'lumotlardan tayanganligi va o'sha bilimlarni olganligidan bilishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda ilmni bu masalaga qo'yganligi, ya'ni adolat va ilmni mezon sifatida birgalikka qo'yganligi, ya'ni ilmsiz yakuni natijasiz tugashi mumkinligini doimiy ravishda bot-bot aytib ketishgan. Ya'ni san'at darajasigacha har bir masalaga yondashuvini, demak, Temurning aynan tuzuklariga ko'proq ishora sifatida olishimiz va kelgusida mana O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasini ham ra'iyatga ko'proq, ya'ni xalqqa, ijtimoiy davlat sifatida ko'proq e'tibor berilganligini shunga misol sifatida taqqoslashimiz mumkin. Ustoz, sizning fikrlaringiz? Albatta, sohibqiron o'z faoliyati davomida ilm ahliga alohida e'tibor qaratdi dedik. 9 ulush mashvaratda albatta u ilm ahli bilan amalga oshirdi. Tarixiy manbalarda sohibqiron bilan suhbatlashgan olimlarning uni bilim darajasidan, aqliy salohiyatidan hayratga tushganligi haqidagi juda ko'p ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Endi davlat boshqaruvida albatta adolat qayerdan paydo bo'ladi? Adolat avvalo ilm asosiga quriladi. Shuning uchun ham mana bugungi kunda bizda respublikamizda ham aynan mana shu sohibqiron bobomiz boshlagan juda katta bir buyuk ishlar, yangi bir tarixiy sharoitda, yangi bir shiorlar bilan, yangi bir maqsadlar bilan, ulug' maqsadlar bilan davom etayotganligi albatta kishini xursand qiladi. Rahmat ustoz. Demak, Temur tuzuklarida biz shunday jumlalarni ko'rishimiz mumkin. Tajribamda ma'lum bo'ldiki, kengash ikki turli bo'lur. Biri til uchida aytilgani, ikkinchisi yurakdan chiqqani.
Til uchida aytilganini shunchaki eshitardim. Yurakdan aytilgan maslahatni esa jon qulog'im bilan eshitardim va dilimga joylardim deydi Amir Temur Qo'ragon. Demak, savolimizda davom etamiz. Savollarimizda Temur tuzuklarida Amir Temur nafaqat davlatlar, saltanatni boshqarish, balki bir avlodlarni boshqarish, farzandlari haqida, nabiralari haqida ham ma'lumotlar keltirib o'tgan. Hamda aytadiki, amr qildimki, agar o'g'illarimdan qaysi birovi saltanat martabasiga da'vogarlik qilsa, bosh ko'tarsa, uni urib so'kib o'ldirishga yoki muchassidan biron joyini kamaytirishga hech kim jur'at qilmasin. Lekin uni ko'z tagida saqlasinlarki, toki o'z da'vosidan qaytsin va Tangri taoloning mulkida fasod chiqmasin deyishadi. Lekin biz ko'rdikki, manbalarga tayangan holda Amir Temur vafotidan so'ng, yaxshi bilasizlar ustoz, Amir Temur kimni voris qilganini, lekin Amir Temur vafotidan so'ng mamlakatda taxt uchun kurash boshlanib ketdi. Bu juda kuchli tarzda boshlanib ketdi va birinchi o'rinda Temurning nabiralari bu urushni boshlab ketdi. Bunga qanday qaraymiz ustoz? Avvalo, Sohibqiron o'z tuzuklarida nasl nasab masalasiga alohida e'tibor qaratgan. Tarixiy manbalarda har bir o'g'lini, nevarasini uylantirish masalasiga jiddiy e'tibor qaratgan edi. Buni uzoqni ko'rilgan siyosat deb baholashimiz mumkin. Chunki Amir Temur Halil Sultonning uylanishiga qarshilik qildi. Ya'ni o'sha ayol unga munosib emasligini aytib, uni bu yo'ldan qaytarishga harakat qildi. Aynan mana shu Halil Sultonning ig'vosi yoki boshqacha qilib aytganimizda taxt uchun o'chligi saltanatdagi birinchi bo'linishni boshlab berdi. Keyin albatta Shohruh Mirzo bu tartibsizliklarga bo'ysundi, lekin baribir davlat amalda yagona Hirotdan boshqarilsa-da, Mirzo Ulug'bek ikkinchi hukmdor sifatida Movarounnahr taxtini boshqardi. Shuning uchun mening fikrimcha Sohibqiron bobomizning bu tuzuklarda ko'rsatgan tartib qoidasi ma'lum darajada o'sha Halil Sultonga o'xshagan toji taxt orzusida bo'lgan uning avlodlariga ongiga to'liq yetib bormagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Fikrlaringiz ustoz? Albatta bu Temurbekni vafotidan keyingi aynan nabirasiga bir Muhammadga taxtni voris sifatida qoldirilishi biz ayrim jihatdan yaxshi ota sifatida Temurni ham o'rganadigan jihatlarimiz bor-da. Nega deganda Temurbekning 4 ta o'g'illarini bir-biri bilan siyosiy maydonda adovat nuqtai nazarda, ya'ni qarshilik qilmasligi nazarda tutib, u nabirasiga taxtni voris sifatida qoldirishni ifoda etgan. Endi buni boshqa bir talqinda ham buni ko'rishimiz mumkin. Lekin shaxs sifatida har bir ota ham o'zini farzandini o'zidan keyingi hayotini yaxshi yashashligi yoki ravnaq topishi, saltanatini davom etishini o'ylagan. Va Temuriylar saltanatini rasmiy ravishda o'sha biz 1506-yilda Movarounnahr va Xuroson deya fikr qilamiz. Aslida bu norasmiy tarzda 1469-yil Husayn Boyqoroni Xuroson taxtiga demak o'tirishi bu madaniy jihatdan Samarqanddagi aksar olimlarni Hirotga ko'chib ketishiga sabab bo'ladi. Demak, bundan nimani ko'rishimiz mumkin? Temur tuzuklaridagi berilgan o'sha ayrim jihatlar, ayrim o'sha o'gitlar va qonun qoidalarni saltanat nuqtai nazaridan davom ettirishi bu qilich tig'i bilan, ya'ni ko'p saltanatni o'zingiz bilasiz, Amir Temur qilich kuchi bilan egalladi. Lekin buni ra'iyat o'sha egallagan hududlardagi eng ayovsiz bo'lgan hududlardagi jarayonlar mustaqillikka intilish sezilib qolgan va
Bu Temurni qurgan saltanati sekin astalik bilan dars keta boshladi. Sababi xabaringiz bor, Mironshohni o'sha G'arbiy Yevropa hududiga voris qilib tayinlagan paytda hattoki Mironshohni ayoli Amir Temurga shikoyat bilan kelgan ekanda. Ya'ni sizning farzandingiz shu yerlarni berib yuboryapti degan fikr bilan aytilgan va Temurning bitta yaxshi xislati bor ediki, saltanating yaxshi boshqaruvini istasang, yaxshi vazir tanla degan fikri bor. Ya'ni ko'p masalalarni vazir hal qilgan ekanda. Shuning uchun Mironshohni hattoki manbalarda Amir Temur, endi buni ba'zi tarixchilar buni talqin etadi, Amir Temurni qatl qilishga farmon bergan. Lekin bu farmonda vazirini aqlliligi, donoligi Mironshohni hayotini saqlab qolgan. Ya'ni jinoyatchini qatl qilib yuborgan, lekin Mironshohni saqlab qolgan va bu yerga Samarqandga qaytib kelgandan so'ng nimaga Temurbekka endi noxush holatda o'tiribdi, o'g'lim qatl qilin degan fikrda o'tirganda vazir aytgan ekan. Hukmdorim, meni bir qoshiq qonimdan keching, o'g'lingizni men qatl ettirmadim degan fikr bilan. Shunda Temur darhol G'azinabonni chaqirib, haqiqiy vazir shunday bo'ladi. Agar men shu farmonni bajartirganingizda, men balkim tarixda noto'g'ri bir iz tarzida ota sifatida qolishim mumkin deya fikr bildirgan ekan. Juda chiroyli fikrlar domla. Rahmat. Biz Amir Temurning sarkardalik mahoratiga doimo tan berganmiz, doimo lol qolganmiz. Ilyos Xo'ja Amir Temurning Xorazmga yurish qilayotganda xabar topib, Xiva hokimi To'kal Bahodirga xat yozadi. Amir Temurga qarshi chiqishini va Amir Temurni o'ldirishini yozadi. Amir Temurda 60 otliq yigiti bor edi va qaynog'asi Amir Husayn yonida edi. Lekin narigi tomonda esa 1000 otliq kishi edi. Demak, jang bo'ldi, kattagina jang bo'ldi. 1000 kishidan atigi 50 kishi qoldi. Ammo Amir Temurning 60 kishilik navkaridan 10 kishiga yaqini qoldi. Bu orqali biz Amir Temurning mohir taktika ustasi ekanligini yaxshigina bilib olamiz. Hamda savolim shundan iboratki, Amir Temurning davlat boshqaruvidagi holidan, ilmli holdan tashqari biz uning sarkardalik jihatiga e'tibor qaratsak, uning taktikasiga e'tibor qaratsak va uning taktikasi avloddan avlodga meros bo'lib qolgan, biz bilamiz. Temur Qo'ragonning nabiralari, evaralaridan Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlarini yaxshi bir sarkarda bo'lganini, uning Hindistonni 26 minglik Ibrohim Lodiyning qo'shini bilan bo'lgan jangda bilamiz. Amir Temurning bunda xizmatlari kattaligini bilamiz va Temurning taktikalariga, sarkardalik, askarlik taktikalariga e'tibor qaratsak, domla. Albatta biz yuqorida ham ta'kidladik, fransuz tadqiqotchisi Le Secret Sohib Qur'onni buyuk sarkarda, yengilmas sarkarda sifatida bejiz ta'riflamagan edi. Sohib Qur'on hokimiyatni Mavronahrda mustaqil davlat tuzgandan keyin tarixda ma'lum bo'lgan 3 yillik, 5 yillik, 7 yillik harbiy yurishlarni olib bordi. Bu harbiy yurishlar o'z davrining kuchli davlatlariga, yirik davlatlariga, kuchli harbiy sarkardalariga qarshi qaratilgan va Amir Temur bobomiz o'sha davrdagi harbiy harakatlarni olib borish bo'yicha barcha usullarni, yo'llarni o'rganib, qo'shinni 7 qo'l asosida tashkil etdi. Shuningdek, Amir Temurda biz uchun eng muhim bugungi kunda ham foydali tomonlardan bittasi qo'shinlarni ruhlantirish. Ya'ni har bir qo'shindagi odam o'zini vazifasini to'liq bajara olar edi. Bundan tashqari zamonaviy dunyo bugungi kunda tushunib yetdiki, harbiy sarkardalar qo'shindagi qaysi darajadan bo'lishidan qat'iy nazar mavjud vaziyatdan kelib chiqib harakat qilish huquqini berdi. O'sha narsa birinchi marta Amir Temur tomonidan qo'llanilgan edi. Masalan, o'sha To'xtamishqonga qarshi jang bo'layotgan vaqtida Amir Temur sarkardalari aynan mana shu usulni qo'llab g'alaba qozondi. Demak, bugungi dunyo ham mana shu Sohib Qur'on bobomizda mana shu usuldan keng foydalanyapti.
Bugun endi foydalanishni boshladi. Vaholanki bu deyarli 7 asr oldin, 700 yil oldin ro'y bergan edi. Haqiqatdan ham ustozimiz to'g'ri ta'kidlab o'tishdi. Albatta Temurni amaldagi harbiy sarkardaligi uni yoshligidan qanday tadbirlarni o'q otishdan tortib chavandozlik ilmigacha puxta egallagan. Misol tariqasida To'g'liq Temurni xizmatiga 24 yoshida bo'lgan paytda zamonasini, ya'ni o'sha davr makonida Temurbekchalik kuchli emas edi deb beradi. Demak, uni qo'l ostidagi yigitlar ham, ya'ni kuchli bir tarzda faoliyat yuritgan ediki, Temurbek ularning ichida bosh edi. Va shu nuqtai nazarda unda ishonch yuqori bo'lgan, uni atrofidagi insonlarga ishonch hissi yuqori bo'lgan. Shuning uchun ba'zi jarayonlarda uni atrofidagi insonlar unga madad bilan ko'proq qarashgan. Bu birinchi tomon. Ikkinchi tomoni, harbiy sarkardalik uchun o'zi nimalar kerak? Birinchidan harbiy mahorat yoki kuchlilik emas, balkim ilmni tajriba sifatida olib kirishga yo'l qo'ydi. Masalan, uni bitta gapi bor. 10 ming otliqdan ko'ra bitta amalga oshirilgan yaxshi tadbir afzalroq deydi. Buni nimada ko'rishimiz mumkin? Demakki, askarlarning son jihatdan yo'qotilishi unga ertaga o'sha askar vafot etsa, uni xonadoniga yoki uni xonadonidan Amir Temurning saroyiga kelib, meni vafot etdi farzandim degan shikoyatlar bo'lganda, bu biz masalan boshqa tomoni bilan ham qarashimiz kerak. Harbiy sarkardalik degandagi xususiyat emas, balkim uni rahmdillik, o'sha oilani dafn marosimigacha bo'lgan mablag'larni Temurbek tomonidan mablag' to'lab berganligi. Bu ya'ni ra'iyatga hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmagan. Uchinchi tomondan Temur harbiy masalalarda ishongin, lekin shubha qilgan deydi. Endi ishongin deganda ishonch birinchi o'rinda turadi har birimiz uchun. Umuman jamiyatda ravnaq topishda ishonch asosiy masala. Va Temurbek o'z askarlariga shunday ishongan ediki, ularning ismlarini nomma-nom bilgan. Tasavvur qilyapsizmi? Ismlarini. Bu bunday xususiyatlar masalan jahon tarixida boshqa bir sarkardalarda deyarli ko'rinmaydi. Ya'ni askarni nomi bilan chaqirish, hey emas, balkim aniq tarzdagi ism bilan chaqirishlik Temurbekda shakllangan va ularning hislatlari, ular nimaga qodir, ular qaysi jihatlari, hattoki o'sha jang paytidagi 7 qismdagi har bir pozitsiyalarda, ya'ni har bir jarayonlarni amalga oshirayotgan qismlardagi shaxslar nima qila olishi mumkinligini u ich-ichidan his qilgan va harbiy taktikasidagi 4-jihat u shaxmatni yaxshi bilgan. Ya'ni bu nimaga Temurbek har bir strategiyasida, har bir jihatlarida yuqori natijalarga erishaverdi desangiz, ba'zi o'sha tarixchilar, tadqiqotchilar aytadiki, hattoki jang paytida shaxmat o'ynab o'tirgan ekan. Bu ham bir u Temurni o'sha harbiy salohiyatini yuksak ekanligi va 5-jihati rahmdillik. Ya'ni harbiy jarayonlarda bir hududni ikkinchi, ya'ni o'zini saltanatiga tasarrufiga olayotgan paytda rahm shafqat qildi. Mana Bayazid Yildirim bilan bo'lgan 1402-yildagi jangni misol qilib oladigan bo'lsak, rahmdillik qildi. Lekin afsus, Bayazid Yildirim hattoki do'stona fikr qilingan va uni shunday gapi bor. Sen dushmaningdan uzoqroq emas, balkim yaqinida bo'lishing kerak. Sen dushman ko'paytirishni emas, balkim do'st orttirishni afzal bil dedi. Va Temurning bu xususiyati atrofidagi insonlarni doimiy ravishda ishonch qozonishiga va Temurga suyanishiga xizmat qilgan. Rahmat domla. Demak, sizning nutqingizga hamohang tarzda biz Temur tuzuklarida ko'ramizki, manbalarga tayangan holda Amir Temur yozadi. Turon mamlakatini fath etgan kuni va poytaxt Samarqandda saltanat taxtiga o'tirganimdan so'ng do'st dushman bilan muomalada bir tekis yo'l tutdim deydi. Menga yomonlik qilgan, hiyla-makr ishlatib jang maydonida menga qarshi qilich yalang'ochlagan Badaxshon amirlari, turk tojik qo'shinlarining ba'zi amirlari qilgan qing'ir ishlardan qo'rquvda edilar. Chorasiz qolib, iltijo bilan mening panohimga kelganlarida ularga shunday yaxshiliklar qildimki, mening inoyatim va xayr-ehsonimni ko'rib, o'zlari sharmanda bo'ldilar. Kimni ranjitgan bo'lsam, ehson inomlar bilan ko'nglidagi xafagarchilikni chiqardim va martabalarga qarab imtiyozlar berdim deydi. Amir Temurning
do'st va dushmanga bo'lgan munosabatini juda qattiqligini, juda yaxshiligini bilib olamiz biz shu matndan xulosa chiqarib. Domla, sizning qo'shimcha fikrlaringiz qanday? Albatta, Sohib Qur'on Amir Temur davlat faoliyatida asosiy e'tiborni boshqa bir shaxslar, tarixiy shaxslar bilan bo'lgan munosabatlarga qaratdi va tuzuklarda ham uni keltirib o'tadiki, do'st va dushmanga munosabat masalasida. Uning tuzuklarida yoziladiki, men deydi, o'zimni dushmanlarimni do'stga aylantirdim deydi. Qarang siyosatda kuchliligini. Ya'ni qachonlardir Sohib Qur'onga nisbatan dushman bo'lgan odam uni do'stiga aylanyapti. Demak, bu juda katta bir siyosiy arbobning bizga qoldirgan juda katta merosi bor. Merosi. Shunaqa deb o'ylaymiz. Chunki bu hozirgi kunda ham o'zini dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Bundan tashqari Sohib Qur'on Amir Temur dushmanlik emas, balki insonga nisbatan rahm shafqat tamoyiliga amal qildi. U dushmanini ham shunday bir ogohlantirish beradi. Biz o'sha avlodlariga dushmaningning kulgani bu seni siringni bilgani deydi. Shuning uchun odam, har qanday odam o'zini ehtiyot qilishi, ya'ni har qanday olib borayotgan faoliyatida birinchi navbatda ehtiyotkorlikka amal qilgani ma'qul deb hisoblangan. Rahmat ustoz. Ustozning fikrlaringizni tinglaganimda shu jihatga e'tibor berdimki, shaxmat haqida gapirdingiz. Biz yaqinda yaxshi xabarlar eshitdik. Javohir Sindarov kabi sportchilarimiz bor bizda. Nodirbek Abdusattorov kabi sportchilarimiz bor. Ularning yutuqlarini eshitganimda, ayniqsa Javohir Sindarovning yakuniy g'alabalarini eshitganimda yodimga Amir Temur hazratlari kelishdi. Chunki Amir Temur hazratlarini bilamizki, shatranjda, shaxmatda juda mahoratli edilar. Hamda ularning shaxmat donalarini, suratlarini ko'rdim, juda nozik tablik bilan ishlanganiga alohida e'tibor qaratdim. Hamda savol tug'iladi, Amir Temur biz aytdik sarkardalikda mahoratligini, shaxmat haqida gapirdingiz. Shu bo'yicha yana qaysi sport turlariga ilmdan boshqa, mamlakatni boshqarishdan boshqa yana qaysi sport turlariga e'tibor bergan? Hamda Amir Temurning keng jamoatchilikni xursand qilishdagi ishlarni alohida ta'kidlashimiz kerak. Shular bo'yicha, masalan, Samarqand obodonchiligi, Shahrsabz obodonchiligi, bog'dorchilik bo'yicha mulohazalaringizni tinglasak. Demak, haqiqatdan ham bu masala Temurni tadbirni to'g'ri tuza olishligida. Misol tariqasida siz yuqorida qaysi sport turlari dedingiz. Haqiqatdan ham Amir Temur davrida shunday bir tadbirlar qilingan ediki, bu tadbirlar to'yi tomosha bilan birgalikda dorvozchilikdan tortib o'sha chavandozlikkacha, ko'pkarigacha bo'lgan barcha jihatlar 40 kecha 40 kunduz tadbir qilingan. Endi bunda faqatgina o'sha saroy ayonlari bilan birgalikda emas, balkim ra'iyatning orasida uylanish kerak bo'lgan bo'lsa yoki qandaydir bir o'sha milliy to'ylarimizni ham shuni oralig'ida o'tkazib bergan, bu ra'iyatga osonlik keltirgan. Ya'ni bu ortiqcha xarajatni, isrofni oldini olishga xizmat qilgan. Domla, fikrlaringiz? Albatta, harbiy tayyorgarlikka umuman askarlarning jismoniy salomatligiga juda katta e'tibor qaratilgan va birinchi navbatda chavandozlik, kurash kabi bizda bugungi kunda ham milliy sport turlarimiz deymiz. Mana shularda alohida e'tibor qaratilganligi bejiz emas. Shuning uchun ular bizda hayotimizda bugungi kungacha saqlanib kelayotganligini siri shunda bo'lsa kerak. Tinglang, hikmat so'ylayotgan azim chinor yaprog'idir. Moziylardan sado bergan to'lqin titrog'idir. Bu Temurbek tug'yonidir, Temur Malikning ohidir, To'marisning so'rog'idir, ham Shiroqning nigohidir deydi shoirlar. Biz adabiyot darslarimizda ustozlarimizdan, xususan Qo'qon davlat universiteti olimi, adabiyotshunos ustozimiz Muhammad Jo'rayevdan shunday fikrlarni tinglaganmiz. Har bir rahbarning
oldida Yusuf Xos Hojibning Qutadg'ubbilik asari, Firdavsiyning Shohnoma asari bo'lishi kerak. Chunki rahbarlik haqida mamlakatni boshqarish, yurtni boshqarish, xalqni, millatni boshqarish haqida yaxshigina ma'lumotlar uchraydi deyishadi domlamiz. Biz ta'kidlagan bo'lar edikki, domlamizning fikrlariga domlamiz ham aytishgan boshqa ustozlarimiz, sizlardan ma'lumotlar eshitamiz. Amir Temur Qo'ragonning Temur tuzuklari har bir davlat rahbarining, har bir mamlakat hokimlar bo'ladimi, tuman hokim bo'ladimi, vazirlar bo'ladimi, ustozlar bo'ladimi, ularning oldida turish kerak. Sizlarning fikrlaringiz qanday? Albatta bu masalada muhtaram prezidentimiz harbiylar bilan uchrashgan vaqtda qanchalik biz temir tuzuklarini bilamiz degan savolni qo'yganligi bejiz emas. Buni nafaqat harbiylarimiz, mana butun o'zbek xalqi o'qish kerak, butun O'zbekiston fuqarolari bilish kerak. Chunki temir tuzuklarida bugungi dunyoni eng katta muammolariga ham javob topishimiz mumkin. Masalan, oddiy bir misolni olaylik. Jamiyatimizda bugun korrupsiyaga qarshi kurash ketyapti. O'sha korrupsiyaga qarshi Temur bobomiz zo'r yo'lni topgan ekan. Ya'ni yuqoridagi amaldor masalan ko'proq boyana bilan siylangan va u tama qilishga haqqi bo'lmagan. Mana shunday, mana bugun ham biz Yangi O'zbekistonda shu narsalarni ko'rdik va aytishimiz mumkinki, bizni Qo'qon davlat universitetimiz misolida korrupsiya ta'lim sohasida yo'q qilindi deb bemalol aytishimiz mumkin. Haqiqatdan ham ustozni fikrlariga qo'shimcha sifatida xalqaro miqyosda Amir Temur tarixiga oid bo'lgan 500 dan ortiq yirik asarlar bor. Aynan bu rahbarlar o'rganish kerak bo'lgan bu asarni qanchalik o'rgansakda yangi jihatlari, yangi qirralari ochilaveradi. Ya'ni har bir qonunda ishlangan, o'sha tuzuklardagi yozilgan nuqtai nazarlarda, ya'ni Yangi O'zbekistonda amalga oshirilgan konstitutsiyasida ham o'zini aksini topgan va har bir rahbar, har bir yosh, mana siz yuqorida o'sha harbiylarga dedingiz, hozirgi kunda harbiy xizmatchilar, harbiy o'sha bo'lajak o'zbek farzandlari aynan Temur tuzuklarini albatta yod etyapti. Chunki bundagi yozilgan gaplar hayotiy misollar bilan isbotlangan va buni kelgusida ham buni davom ettiradi bizning yoshlarimiz va 3-Renessans yoshlari bunga munosib avlod bo'ladi. Domla, shu o'rinda Amir Temur Qo'ragonning safarlari, yurishlari bo'yicha hamda yakuniy xulosalaringizni keltirsangiz. Ustozdan boshlaymiz. Albatta bizning xalqimizdek buyuk tarixga ega bo'lgan xalqlar dunyoda sanoqli. Shuning uchun men O'zbekiston sivilizatsiyasi degan bir dastur qilishimiz kerak. Butun O'zbekiston xalqi, uni yoshlari ana shu nafaqat Temur bobomizni, balki boshqa mana muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan biz 3-Renessans asoslarini quryapmizmi? O'sha ajdodlarimizni bilishimiz kerak. O'zimiz anglashimiz kerak. Ana unda bizda haqiqatan ham yengadigan kuch qolmaydi dunyoda. Shuning uchun avvalo har bir o'zbek fuqarosi, O'zbekiston farzandi o'zini buyuk ajdodlari borligi bilan nafaqat faxrlanishi, balki ularga munosib bo'lish uchun kurashish kerak. Haqiqatan ham ustoz to'g'ri fikr qilishdi. Saltanatni boshqaruvda albatta qonunni yaratilishi katta narsa va bunga amal qilish bundan ham katta fikr talab qiladi. Chunki qonun ishlab chiqiladi, demak unga ra'iyat amal qiladi va qonun adolatli tarzda amalga oshirilsa, demak ra'iyat ham bunga to'laqonliroq o'zini munosabatini bildiradi va yakuniy so'z sifatida Amir Temurni saltanat boshqaruvida umuman Temurni tarixdagi 3 ta asosiy xizmati bo'lsa, birinchisi markazlashgan davlat tuzganligi, ikkinchisi Rusiyani markazlashiga katta hissa qo'shganligi, uchinchisi Yevropani Usmon Turklar imperiyasidan ozod qilganligi bu shaxsning kim ekanligini o'zi xalqaro maydonda ko'rsatib turibdi. Va biz shu shaxsga kelgusidagi Temurbeklarga xos bo'lgan munosib farzand bo'lib va tanparvar ruhiyatda shakllantirishda albatta Temur tuzuklari
har bitta fuqaro yod bilishi va bunga amal qilishi kerak. Rahmat. Yana bitta narsa shu yerda Temur bobomiz o'z davrida global fikrlagan ekanda. O'sha Yevropa qirollariga yozgan maktublarni bir eslaydigan bo'lsak, xalqlarni savdo sotiq orqali, madaniy aloqalar orqali birlashtirish, bir-birlarini tushunishga undaganligi bugungi kunda ham o'zining dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Ustozlar, sizlarni siz qachon o'qiysiz loyihasida ko'rib turganimizdan benihoyat xursand bo'ldik. Bizning loyihamizning o'ziga xos an'analari bor. Biz loyihamizni doimo she'riy yakunlar bilan tugatishni niyat qilganmiz. Sizlardan she'riy yakunlar tinglasak, Albatta bizda shoirlarimiz o'tmishda ham, hozirgi kunda ham buyuk ajdodimizga nisbatan hurmatda bo'lganligini ta'kidlash kerak. O'sha Temur bobomiz o'zidan buyuk avlodlarni ham qoldirdi. Bitta Mirzo Ulug'bekni nomini eslashni o'zi kifoya. Shuning uchun Alisher Navoiy bobomiz aytadiki, Temurxon naslidan Sulton Ulug'bek ki sulton ko'rmadi jahon aningdek. rahmat domla. Albatta ustoz, biz albatta shoirlikka da'voyimiz yo'q, lekin ko'rsatuv jarayonida shuni talab etilyapti. Tarixingdir ming asrlar ichra pinhon o'zbegim. Senga tengdosh shoiru oqsoch tiyanshon o'zbegim. So'ylasin Afrosiyobu, so'ylasin Urxun Hati. Ko'hna tarix shodasiydin bitta marjon o'zbegim. Erkin Vohidovni mana shu she'ri bilan yakunlayman. Rahmat. Sizlarni yana bir bor aytamiz. Minnatdor bo'ldik Amir Temur Qo'ragonning Temur tuzuklari bo'yicha qilgan fikrlaringiz uchun, mulohazalaringiz uchun o'z tashakkurlarimizni izhor etib qolamiz va siz qachon o'qiysiz loyihasi sizlarni yana kutib qoladi. Jahongirning qabrin ochgan kazzoblar, biri olim, yana biri arboblar, xondek yashab o'tdilar u olamdan. Amir Temur ruhi meni azoblar. O'shal kun sen qayda eding bolam der, qulog'ingga yetmadimi nolam der. Meni qo'zg'ab nima topdi olam der. Amir Temur ruhi meni azoblar. Men ne qilay? Men bir ojiz bandaman, ruhlar bilan bir jon u bir tandaman. Uzr so'rab har kun Samarqandaman. Amir Temur ruhi meni azoblar. Siz Amir Temur Qo'ragonning Temur tuzuklari asarini qachon o'qiysiz? Siz qachon o'qiysiz?